Oyisli dadasi, birinchi muhabbatingiz ismi nima bo'lgan? Rosa zerikibsan-a? Nima keragi bor endi hozir urush qo'zg'ab, Zari? Urushmayman. Ayting. Dadasi, ayting. Feruza bo'lgan, bo'ldimi? Assalomu alaykum. To'rayli bo'lmiz dadasi. Yes! Ismini nima qo'yamiz? Firuza qo'yamiz. Doktorlar o'g'il bola bo'lishi mumkin ekan deyishdi-yu. Nima qilibdi? Firuz qo'yamiz. Muhimi sizga eslatib tursa bo'ldi. Senga bir narsani aytib bo'lmaydi. Aytmayman o'lay, sevmay o'lay birinchi muhabbatingga ham. Qanaqa tashxisdan bering? Firuza tashlisidan bering. Elimga juda yoqadi-da. Ahamiyat bermaysiz. Tilini sepib shunaqa chiqib ketib turadi-da. Yana bitta perestonovka qilish kerak ekan-a? Dadasi, tez boshqa kanalga oling. Nimaga? Firuza Jumaniyozova konsert beryapti ekan. Bekorga ismingiz Zaynab emas desani. Firuzaga almashtiraymi dadasi? Yo'q qol. Qalay, yarashdimi? Yangi tovar kelgan ekan. Oyoq kiyimim, shimim, ko'ylagim, materiali vaqti zo'r ekan, bor-ku, o'zimga rosa yoqdi lekin. Firuzaga bir yoqay debsiz-da. Yag'ir bo'lib yuraymi endi? Zaynab? Bilmadim, Firuzadan so'rang. Ha, namcha kechga qolib ketdingiz? Yangi qo'shni ko'chib keldi. Yolg'iz ayol, shunga narsalarni tashib yubordim. Ha, ismi Firuza emas ekanmi, mabodo? Ha, Feruza? Tushunmadim, qanaqa Firuza? O'sha birinchi muhabbatim. Ah!